Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun 2026-yil 4-aprel sanasi Moskva vaqti bilan soat 11:20 ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 8032 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiyaning Sentralniy bankidagi dollarning rublga nisbatan kursi hisoblanadi. Adashtirib olmanglar. Bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslari emas. Biz hozirgi mashakanani Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. turgan 11 ta program bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini, undan keyin esa mashakanlarni ko'ntirgan 15 ta program bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Undan avval esa biz birinchi o'rinda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Birinchi o'rinda O'zbekistondagi dollar kursini aytib o'tamiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,212,220 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 yevro kursimiz esa O'zbek so'miga 1,396,538 so'm tashkil etmoqda. Endi esa Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbek so'miga 150,913 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbek so'miga 25,638 so'm tashkil etmoqda. Endi esa turk lirasini aytib o'tamiz. 1000 turk lirasi esa O'zbek so'miga 272,283 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mimiz esa O'zbek so'miga 138,618 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, sizlardan iltimos qilgan bo'lardim. Mana shu videolarimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgansiz, mana bu yerda obuna bo'lish tugmachasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kommentariyalarda o'zingiz fikrlaringizni qoldiringlar. Har bitta bosayotgan like tugmachalaringiz bizni har kuni shunaqa videolar tayyorlashimizga bizga motivatsiya bo'ladi. Ko'p gapirib sizlarni qimmatli vaqtlaringizni olmaslik maqsadida Rossiyadan O'zbekistonga hozirgi kunda eng qulay programmalardan va yaxshi kurslarda ketayotgan programmalardan biri bo'lib turgan Anjirpay programmasini ko'rsatishni boshlaymiz. Shu programma orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga eng qulay kurslarda pul o'tkazmasini amalga oshirishingiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, $100 kursimiz 8151 rublimiz. O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. 8191 rublimiz naqd pul o'tkazmasida $100 bo'lib ketmoqda. Endi esa Zolotoy Karon programmasini ko'rsatib o'tamiz. Zolotoy Karon $100 kursimiz hozir ko'rsatib o'tamiz. 8302 rublni tashkil etmoqda. Sendi programmasi $100 kursimiz 8270 rublni tashkil etmoqda. Merpurligida Uzbek promokodi bilan $100 kursimiz 8230 rublni tashkil etmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Sberbank $100 kursimiz 8319 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Yubor programmasini ko'rsatib o'tamiz. Yubor programmasi $100 kursimiz 8245 rublni tashkil etmoqda. Endi esa MP programmasini ko'rsatib o'tamiz. MP programmasida ko'rishingiz mumkin 8151 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. 8191 rublimiz naqd pul o'tkazmasida $100 bo'lib ketmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Endi esa program programmasini ko'rsatib o'tamiz. Programda 8151 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Keyingi programmamiz QuickPay programmasi bo'ladi. O'tkazma summasiga $100 deb yozamiz.
va ko'rishingiz mumkin 8213 rublimiz O'zbekiston barcha banklariga, ya'ni $100 bo'lib ketmoqda. Bundan ko'rinadiki, 2026-yil 4-aprel Moskva vaqti bilan soat 11:27 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi programmasi bu. Har doimgidek Anjir Pay hamda MP programmalari bo'lmoqda. Ya'ni Anjir Pay programmasi ham 8151 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Naqd pul o'tkazmasida esa 8191 rublimiz, naqd pul o'tkazmasida $100 bo'lib ketmoqda. MP programmasida ham xuddi shunaqa kurslar, ya'ni 8151 rublimiz viza kartaga $100 bo'lib ketmoqda. 8191 rublimiz naqd pul o'tkazmasida $100 bo'lib ketmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz, ushbu Anjir Pay hamda MP programmalari orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga naqd pul o'tkazmasini amalga oshiradigan bo'lsangiz, O'zbekistondagi Garant Bank va Universal banklardan ushbu pul jo'natmasini bemalol naqd pul ko'rinishida 7 sonli kodda qabul qilib olishingiz mumkin. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslarini sizlarga ko'rsatib o'tdik. Endi esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 15 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani komissiya haqqini 1000 rublni ustiga qo'shib, bir yo'la hisoblab aytib o'tib ketamiz. Anjir Pay programmasidan boshlaymiz. Shu programmada atigi 10 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 148500 so'm bo'lib ketmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Undan keyingi programmamiz Salom Pay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 146100 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz MP programmasi bo'ladi. Shu programmada atigi 14 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 148500 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Merpurlagi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147549 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz AuSend programmasi bo'ladi. Shu programmada boshqa programmalar qatori 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 142251 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Quick Pay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 148200 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Paygram programmasi bo'ladi. Shu programmada 97 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1097 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 148500 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tinkoff programmasi bo'ladi. Shu programmada har oy sizga 20000 rublgacha limit beradi, ya'ni 20000 rublgacha siz mana shu programma orqali xohlagan davlat pul o'tkazsangiz sizdan hech qanaqa komissiya qolmaydi, ya'ni 1000 rublni o'zi O'zbekiston barcha plastik kartalariga 140228 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Zolotoy Korona programmasi bo'lmoqda. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147751 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sendi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147329 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Yubor programmasi bo'lmoqda. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147329 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezda programmasi bo'lmoqda. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 149019 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan Uzunbank plastik kartasi 1000 rublimiz 145014 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Hamkorbank plastik kartasi 1000 rublimiz
143.704 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Mikrokredit bank plastik kartasi 1000 euro olamiz. 141.630 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Milliy bank plastik kartasi 1000 euro olamiz. 141.630 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Xalq bank plastik kartasi 1000 euro olamiz. 141.630 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Agrobank plastik kartasi 1000 euro olamiz. 141.630 so'm bo'lishmoqda. Ko'rishingiz mumkin, bundan ko'rinadiki 2026-yil 4-aprel Moskva vaqti bilan soat 11:32 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng baland rubl jo'natish kursi programmasi har doimgidek Anjir Pay programmasi bo'lmoqda. Ya'ni shu programmada atigi 10 rubl kamsa qolinadi. Ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 148.500 so'm bo'lishmoqda. Undan keyingi eng baland programmalarda ya'ni MP programmasi bo'lmoqda. Ya'ni shu programmada atigi 14 rubl kamsa qolinadi. Ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 148.500 so'm bo'lishmoqda. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslari hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, videodan like tugmachasini bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlashingizni unutamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.